Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Saudiya Arabistonda ziyarati bo'layotgan Prezident Trump bugun Saudiya Arabiston valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmanning taklifi bilan Suriya prezidenti Ahmed al-Shara bilan ko'rishgan. Mazkur ko'rishishga Turkiya prezidenti Erdo'g'an telefon orqali qatnashgan. Erdo'g'an Prezident Trumpni Suriyaga qarshi yurgizilgan jazo tadbirlarini amaldan qoldirganlik uchun minnatdorligini bildirgan va Saudiya Arabiston bilan birlikda Suriyada tinchlik va gullanishni ilgari surish uchun ishlashga va'da bergan. Erdo'g'an va shahzodaga ularning do'stlik uchun rahmat aytgan Prezident Trump Al-Sharaga uning Suriyada tarixiy bir ishni qilish fursati borligini aytgan. Suriya prezidenti Ahmed al-Shara Prezident Trump, valiahd shahzoda Muhammad bin Salman va Prezident Erdo'g'anga uchrashishni uyushtirish uchun qilgan tirishchanliklari uchun rahmat aytgan va Ironliklarning Suriyadan ketishi, shundaqla terrorchilikqa qarshi turish va ximiya qurollarni yo'qotishda Amerika Suriya birlik harakat qilishning muhimligini aytgan. So'zning oxirida Ahmed al-Shara Suriyaning sharq bilan g'arb orasidagi savdoni osonlashtirishda muhim bir tugun bo'lib xizmat qilish umidi borligini bildirgan va Amerika shirkatlarini Suriyaning neft va gaz sohasiga mablag' solishga taklif qilgan. Daniyaning poytaxti Kopenhagenda o'tkazilayotgan Kopenhagen demokratiya munbiri yig'ini davomlashmoqda. Mazkur yig'in o'zgarayotgan dunyo vaziyati, Yevropaning bexatarligi, NATO, Xitoy tahdidi qatorliq mazmunlarni muzokara temiz qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Qurultay fondining raisi va Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining a'zosi Erkash Davlat va Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandilarning qatnashida ilib berayotgan mazkur yig'inda Roshan Abbas xonim va G'ayur Qurban apandilar, Yevropa parlamenti a'zosi Engin Erog'lu, Gollandiyaning sobiq davlat mudofaa ministri Kajsa Ollingren, Irlandiyaning sobiq ministri va Yevropa parlamenti a'zosi Simon Kovini qatorliqlar bilan ko'rishib, mustamlika ostidagi vatanimizda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa bir qadam bo'lsa-mu baldiroq xotim berish masalasi, shundaqla Xitoyning dunyo tinchligiga qarta shakllantirayotgan tahdidlarga taqobil turish masalasini muzokara qilishgan. Yig'in jarayonida yana ular Tayvanning sobiq prezidenti Tsai Ing-wen xonim bilan ko'rishib, uning bilan Uyg'ur masalasini so'zlashish va muzokaralash fursatiga erishgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ayblagan va Uyg'urcha ismi Yusufjon bilan tonilgan Roni Stendenberg Qozog'istonga kirgizilmagan. Xitoy Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa qarshi fikr qilgan har kimni o'zining dushmani deb sanaganlik uchun Daniyalik insonshunos Ron Stenbergni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarni ayblaganlik uchun 12 may Qozog'istonga kirgizmagan. 2021-yili Shohid bizning qurg'uvchilardan biri bo'lgan Yevgeniy Bonin Uyg'urlarning ovozi bo'lib xizmat qilganligi sababli Qozog'iston kirgizilmagan edi. Buningdan Xitoyning chegara halqagan bostirishlarning ko'lamini tushunib qolmay, Qozog'iston Xitoy munosabatining naqadar yaqinligimi kishini andishiga solgan. Xitoy 2005-yildan 2023-yilgacha Qozog'istonga 25 milliard dollar mablag' solgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.